oxirgi ma'lum bo'lgan narsani qo'yib bermoqchiman. Oxirgi ma'lum bo'lgan narsa shuki, Birlashgan O'zbek muxolifatining tashabbuskorlaridan bo'lgan, asosiy tashabbuskor bo'lgan Jahongir Muhammad ustozimiz shunday ovozli bayonot men hozir topdimda, qo'yib beraman. Tarqatdilar. Assalomu alaykum hammaga. Men Jahongir Muhammad. Demak, xabarlaringiz bor, biz yaxshi niyat bilan yo'lga chiqqandik. Birlashgan O'zbek muxolifati bo'lib, yana shu O'zbekiston orasida xavfga qarshi yuzma-yuz bo'lib turgani uchun shunday bir harakatni boshlagan edik. Lekin ko'rdilaringiz, bizda hali mana shunday harakatlarni amalga oshirish nihoyatda qiyin ekan. Albatta 35 yil keyin bo'lib keldi, lekin bugun undan qiyinlashdi. Biz bir tomondan hukumat nihoyatda hamma resurslarni ishga soldi bizga qarshi. Hattoki bizga a'zo bo'lmaganlarni ham ta'qibga oldi. A'zo bo'lganlarni har holda ularning nomlarini yashirishga muvaffaq bo'ldik. Ammo juda qattiq kurash bo'ldi. Bundan tashqari o'zini muxolifatchiman deb yurganlar ham hammasi bizga tashlandi. Go'yoki bu loyiha, go'yoki kimdir pul bilan ta'minlayapti, go'yoki kimdir pul bermoqchi, mana shunaqa. Ularga hammasi quruq qolgandek. Endi bu yerda har birimizni haqorat qilishdi. Endi masalan, men birortasini onasidan haqorat qilganim yo'q, qizidan haqorat qilganim yo'q, qarindoshlardan haqorat qilganim yo'q. Lekin ular meni butun hamma yaqinlarimni ham shunday haqorat qilib chiqishdi. Endi gapni ochig'i, men o'z sog'lig'im azaldan yaxshi emas edi. Ammo lekin mana bu voqealardan keyin hozir mana har kun doktorga qatnab o'tiraman. To'g'risi, yashirmayman, aytaman sizlarga. O'sha qand kasalligim juda ham og'irlashib ketgan. Hozir o'sha buyrakka ham ta'sir qilyapti. Shuning uchun men bu harakatni mening nazarimda tarqatib yuborish kerak. Aslidan agar meni fikrimni qabul qilsa, boshqa a'zolari ham meni fikrimni qabul qilsa, bu harakatni tarqataylik va e'lon qilaylik. Biz yutqazdik. Haqiqatan ham yutqazdik. Shaxsan men yutqazdim. Juda ko'p narsa yutqazdim. Sog'lig'imni ham yutqazdim. Men kitoblarimni ham yutqazdim. Juda ko'p narsani yutqazdim. Ya'ni bugun ular bilan bu zaylda, bu bizni atrofimizdagi odamlar bilan kurashib bo'lmasa. Masalan, o'sha Asliddinni og'ir tortishuvlarda sayladik. Lekin keyin saylanmadi deb chiqdi odamlar. Ammo hayotimizdan biror kishi chiqib, nomardlar, biz bor edik, axir biz saylandik-ku degan gapni aytmadi. Masalan, bizga qarshi shuncha tuhmatlar, bo'xtonlar bo'lyapti, birorta qarshi maqola ham o'qimadi. Buni kutganim ham yo'q men o'zim. Demoqchimanki, ya'ni biz bugun tayyor emas ekanmiz. Bugun muxolifat uchun ko'pchilik tayyor emas ekan. Qolaversa, O'zbekistonda hali beri muxolifat bo'lishiga ham men endi ishonmayman. Mutlaq ishonmayman. O'zbekiston endi monarxiya yo'liga ketdi. O'zbekiston ming afsus, kelgusida bilmadim endi qaysi yo'ldan ketadi, nima bo'ladi. Chunki men agar yosh bo'lganimda edim, balki bu narsalarni hammasini yengib o'tar edim. Ammo lekin hammalaringizdan uzr so'rayman va sizlardan bu tashkilotni tarqatib yuborishni va kelgusida agar tuzaman desalaringiz boshqa tuzishlaringiz mumkin yoki shu tashkilotni nomi bilan o'zlaringiz kurashni davom ettirishlaringiz mumkin. Xo'p, mana eshitdinglar, Jahongir Muhammad ustozimizni tarqalaylik va 3 variant taklif etyaptilar. Tarqalaylik,
yoki bo'lmasa boshqa nom bilan ochaylik, ochinglar yoki bo'lmasa mana shu nom bilan davom ettiringlar. Shuni joyini bilamiz. Undan keyin nima bo'lganlarini mana Shoira Hasanova Birlashgan O'zbek muxolifatining yangi raisiga so'z bermoqchiman. Bundan keyin nimalar bo'ldi? Shoira Hasanova, mikrofoningiz ochiq. Marhamat, so'z sizga. Yana bir bor assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Birlashgan O'zbek muxolifatini so'nggi oyda sodir bo'lgan voqea haqida bugun elimizga batafsil, shaffof xabar beraman. O'tgan yil oxirida Jahongir Muhammad elimizga chaqiriq bilan chiqdi. O'z chaqirig'ida Jahongir Muhammad O'zbekiston mustaqilligi xavf ostida ekani, yurtimiz Rossiya Xitoy ta'siriga tushib qolayotgani yuzasidan xavotirlar bildirdi. Vaziyatdan chiqish yo'li sifatida Jahongir Muhammad yagona muxolif harakatga birlashish zarurligini aytdi hamda vatanimiz taqdiriga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizni shu harakat ustida birlashishga chaqirdi. Ko'pchilik qatori men ham bu harakatga qo'shildim. Shuni aytishim kerakki, bu guruhga bu Birlashgan O'zbek muxolifatiga 10 guruhdan iborat katta jamoa bo'lib qo'shilishdik. Men mustaqil bo'lib qatnashdim va Birlashgan O'zbek muxolifatini ikkinchi qurultoyidan boshlab o'z fikrlarimni bildirib keldim. 2026-yil 2-yanvar kuni kengash o'tkazildi. Kengashda 27 ta xalqning ichidan chiqqan o'sha 10 ta guruhni a'zolaridan 27 kishilik kengash bor edi. Mana shu kengashni yig'ilishi o'tkazildi 2026-yil 2-yanvarda. Undan ertasi kuni 3-yanvar kuni barcha ishtirokchilar bilan birga Birlashgan O'zbek muxolifatiga rais saylashni kelishib oldik. Biz buni xalqqa e'lon qilib, xalqning ichida saylaymiz deb nomzodlar qo'yildi. Nomzodlarga birinchi kengashni nimasi bilan birinchi Jahongir Muhammad nomzodi, Asliddin Kamol nomzodi, Botir Hasan va Oybek Qurbonovlarning nomzodlari ko'rsatilgani e'lon qilinib, onlayn saylov o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Saylov bo'yicha kelishuvni buzilishi 3-yanvar shanba kuni kechki vaqt Jahongir Muhammad Birlashgan O'zbek muxolifati kengashi bilan maslahatlashmasdan xalq bilan bo'lgan muloqotni qoldirdi. Biz 4-yanvar kuni xalq bilan muloqotda raisni saylashimiz kerak edi. Bu qoldirildi. Nima bo'lganini tushunmay kengashni birlashuv deb nomlangan Telegram guruhiga kirdim. Guruhda Jahongir Muhammad va Asliddin Kamol tomonidan chat yopib qo'yilgan ekan. Chunki bunday deyishimga asosim bor. Bu chat guruhini Asliddin Kamol tuzgan va adminlik Jahongir Muhammad va Asliddin Kamolda. Boshqa odamda adminlik yo'q bu kanallarda. 5-oradan 2 kun o'tdi. Telefon qilib tusholmadim. Oradan 2 kun o'tgandan keyin ular aytdi, biz o'zimiz kelishmovchiliklar bo'ldi, janjallar bo'lib ketdi. Chatni yopishga majbur bo'ldik. Biz boshqa chat guruhi qilamizda e'lon qilamiz. O'sha yerga o'zimiznikilar degan guruh bilan keyin 5-yanvar kuni o'sha yerda hammamiz yig'ildik. Bu yerda 27 ta kengash a'zolaridan faqat 16 kishi qolgan edi.
bu yerda Yusuf Ro'zamradov yo'q edi, milliy kelishuvdagilar yo'q. Mana shu qandaydir kelishmovchiliklar, qandaydir tushunmovchiliklar bo'lishi munosabati bilan bu guruhdagi odamlar yo'q edi. Endi boshidan ham men mana shu muxolifat tuzilamiz deb boshlangan vaqtida men guruhlar bilan tanishganda Jahongir Muhammadga meni o'zim aytdim. Bizga milliy kelishuv g'oyasi to'g'ri kelmaydi deb. Chunki muxolifatda milliy kelishuv bu utopiyadir. Shunday deganimda Jahongir Muhammad qo'ying, hammamiz bag'rikenglik qilaylik, hammamiz birlashaylik. Endi birlashadigan vaqt, hozir bu gapni aytadigan vaqt emas. Qo'ying kelsin hammasi dedi. O'shanda keyin, "Ha, mayli" dedim. "Siz nima desangiz, shuni tashabbusini siz qildingiz. Biz nima deymiz" deb aytmadim. Lekin men milliy kelishuvni muxolifat ichida milliy kelishuv bo'lishini xohlamadim. To'g'ri-ki, o'sha biz boshlangan harakatimiz boshlangandan keyin ham orada Botir Hasan bilan ham biz Shermenga bordik. Lekin bizda jamoamizda bosh bo'lgan Jahongir Muhammadni hurmati uchun men boshqa e'tiroz bildirmadim. Shu tariqa biz davom etdik. Shunday qilib bular bu insonlarsiz chatdan chiqqandan keyin, kengashdan chiqqandan keyin 16 kishi bilan biz kengashni davom ettirdik va navbatdagi ishlarimizni ko'rdik. 7-yanvar kuni 16 kishi qatnashgan kengash yig'ildi. 27 kishidan 11 kishi yo'q edi, ular chiqib ketgandi. Biz raisni shu kengashni o'zida saylashga kelishdik, bir ovoz bilan kengashda. Va Asliddin Kamolni 1 yil muddatga rais qilib sayladik. O'rinbosari Oybek Qurbonovni sayladik. Ertasi kuni 8-yanvar kuni navbatdan tashqari 1 soatlik xalq bilan muloqot o'tkazdik. Bu muloqot 4-yanvarda qoldirilgan muloqotni o'rniga o'tkazildi. 11-yanvar kuni 11-yanvar yakshanba kuni o'tkazilgan navbatdagi xalq muloqotida Birlashgan O'zbek muxolifat kengashi Asliddin Kamol rais va Oybek Qurbonov rais o'rinbosari qilib saylangani e'lon qilindi. Asliddin Kamol Birlashgan O'zbek muxolifati nizomini qatnashchilarga o'qib eshittirdi va nizom matnini Birlashgan O'zbek muxolifati Telegram kanaliga qo'ydi. Ko'rishlaringiz mumkin, tanishib chiqishlaringiz mumkin. Hali ham turibdi saytda. Asliddin Kamolni faoliyatiga baho. 11-fevralgacha Birlashgan O'zbek muxolifatida 4 ta jonli muloqot o'tkazildi. Muloqotlarda o'zini o'qib bergan, xalqqa o'qib bergan nizomidan tashqari ishlar bo'ldi. Bu 1 oylik muddat davomida. Masalan, Birlashgan O'zbek muxolifati logotinini hech kim bilan maslahatlashmay o'zgartirdi. 12-yanvar kuni men Asliddin Kamolga qo'ng'iroq qildim. Buni sababi nima uchun o'zgartirganligini so'radim. Hech nima qilmaydi, bu hech narsa emas, bu bir oddiy holat dedi. Yo'q, bu xato, hech qanday oddiy holat emas. Siyosiy yo'lda logotiplar o'zgarmaydi, bayroqlar o'zgarmaydi. Bu bayroq o'zgarishi, logoni o'zgarishlari bu siyosatda muxolifat kurashida bu qabul qilinmaydi. Undan keyin men Asliddin Kamol bilan gaplashgan vaqtimda ulardan so'radim. Mana seni rais bo'lganiga 1 oyi 1 kun bo'ldi. Bu
tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish ishlari qanday bo'lyapti deb so'radim. Asliddin Kamol harakatlar ketyapti. Dokument hujjatlarni tayyorlayapman. Lekin meni shaxsiy problemalarim bor. O'sha shaxsiy nimamda bilan bog'liq holatlarda men may oyigacha kutib turishim kerak dedim. Keyin men aytdim, may oyigacha hali yana 3 oy bor. Hozir fevral. 3 oy bor. Nima uchun biz kutamiz? Hozir 3 oy o'zi o'tdi. Yana seni nima mustaqil harakat qilishingni kutaydigan bo'lsak, senga imkon tug'ilishini may oyigacha kutsak, bu juda kechikib ketadi. Xalq bizdan hisobot so'rayapti. Boshlayapsizlar, faqat gapdan amaliy ishga o'tmayapsizlar. Shuning uchun bunu tezlashtirish kerak. Bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Kanadada shuni ro'yxatdan o'tkazish mumkinligini aytganimda Asliddin Kamol, men kategorически qarshiman. Kanadadan, Amerikadan o'tkazishiga faqat bu men istiqomat qilaydigan Germaniyadan o'tadi. Chunki bu yerda hamma inson huquqlari institutlari hammasi mana shu yerda bo'ladi. Mana shu yerda qilaman dedim. Men aytdim, bu faoliyati shaxslarga bog'liq emas. Shuning uchun biz qayerdan tezroq o'tsak farqi yo'q. Rais tashqarida bo'lsa ham bo'laveradi. Masalan, Amerikadan ham, Kanadadan ham o'tsa, bu yerda tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun 3 kishi kerak bo'ladi. O'shandan ikkitasi o'sha yashayotgan davlatda bo'lishi kerak. Bitta rais tashqarida bo'lsa ham bo'laveradi deb aytganimda, yo'q, men qarshiman, faqat men o'zim qayerda yashagan bo'lsam mana shu yerdan o'tadi. Men Kanada bilan Amerikadan o'tkazishga qarshiman dedim. Undan keyin men unga dedim, biz xalq bilan muloqot temasini biz o'sha fermerlar masalasini ko'ramiz. Chunki juda ko'p kishilar meni bir faol sifatida mana shu muxolifatda faoliyatimni kuzatayotgan vatandoshlar meni o'zimni shaxsiy nimamga yozdi. Bizni yerlarimizni olib qo'yib Xitoyliklarga beryapti. Mana Sirdaryo viloyatida, Andijon viloyatida, keyin bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p ma'lumotlar ko'rdim, o'qidim. Shuning uchun biz mana dehqonni masalasini, fermer masalasini ko'rib chiqaylik, bahor kelyapti, ishlar boshlanadi deb buni qo'ysam, menga Asliddin, yo'q, biz bu narsani ko'rmaymiz, biz kelishganmiz o'zimizda odamlar bilan, biz elektr masalasini ko'ramiz deb kengashdan ruxsatsiz muloqot temasini, mavzusini o'zgartirgan. Endi bu boshqa men aytdim, 1 yil 1 oy bo'ldi rais bo'lganiga. Bir marta yig'ilish qilmadik. Mana shu xalq bilan muloqotda o'tkazgandan tashqari bir marta kengashda majlis qilmading, yig'ilish qilmading. Sen o'zboshimchalik qilyapsan. Logoni almashtirsang, mavzuni o'zgartirsang, o'zingni shaxsiy problemalaring bilan registratsiya qilishda paysalga solsang, biz faqat amaliy ishga o'tolmaymiz. Biz kutolmaymiz. Vaqtimiz yo'q. Xalq bizga ishonch bildirdi. Xalq bizdan umid qilyapti. Bu umidlarni biz faqat gapirish bilan emas. Bu chiroyli gapirish san'at bu. Buni amaliy ishga o'tish kerak. Odamlar so'raydi hisob. Erta 3 oydan keyin biz hisobot beramiz. Nima deb hisobot beramiz deb sal qattiqroq gapirdim. Keyin shu munosabat bilan men Jahongir Muhammadga telefon qildim. Bo'lgan voqeani aytdim. Jahongir Muhammad, bo'ldi, siz bo'lmasam Kanadadan o'tkazing shu nimalarni deb aytdi. Shu bo'lgan gap shu bo'ldi. Keyin men kengashga majlis o'sha nimaga majlis chaqirishini so'rab post qo'ydim. Keyin hamma yig'ildi o'sha yerda. Biz aytdik, Asliddinni o'zboshimchaligini, o'zi o'sha kengash ma'qullagan nizomni xalqqa o'qib berib, o'zi nizomga rioya qilmaydigan raisni biz tanqid qildik. Lekin Asliddin tanqidlarni
ko'tarmar ekan, e, nima bo'ldi? Bosim bo'ldi deb tushundi. Biz unga bosim qilmadik. Biz unga bir onaday, yoshi katta. Endi aslida meni o'g'lim qatori. Aslida sen bu jamoa bilan ishlash bunday bo'ladi. Hayyo, men mustaqil ishlasam o'zim yaxshi bo'lardim. Sizlarni deb meni ko'rsatuvlarim qolib ketdi degan o'zi chiqishlarim to'g'ri. Aslida chiqishlar qilgan, mustaqil ishlagan, uni biz tushundik. Bo'lmasam mana shu senga bergan tanbehlarni to'g'ri qabul qil. Kechirim so'radagin, ishingni davom ettirdik. Men ustoz bilan bir maslahatlashay deb Jahongir Muhammad bilan maslahatlashgani chiqib keyingi yig'ilishni e'lon qildim. Oradan bir muddat ko'p vaqt ham o'tmasdan Jahongir Muhammad kengashda yo'q edi. Biz majlis qilganda, aslida tanqid qilganda Jahongir Muhammad qatnashmagandi. Aslida men ustozga aytay, maslahatlashay degandan keyin Jahongir Muhammad birdan boyagi mana boshida bu muloqotni boshida eshittirilgan bayonotni berib chiqdi. Biz yutqazdik. Shaxsan men yutqazdim dedi. Orqasidan aslidan post qo'ydi. Kelinglar, oxirgi marta kengashda yig'ilayik. Biz endi tarqalamiz, bir-birimizdan xafa bo'lmay, shu bumni tarqatib yuboraylik deb post qo'ydi. Hamma kengashga yig'ildi. Men uni orqasidan post qo'ydim. Birlashgan O'zbek muxolifati shaxslarga bog'liq emas. Kimdir kasal bo'ladi, kimdir olamdan o'tishi mumkin. Lekin bu kurash davom etishi kerak. Biz millatimizni taqdiri bilan o'ynashga haqqimiz yo'q. Xalq bizga ishonch bildirdi. Xalq bizdan umidvor. Biz bu kurashni davom ettiramiz deb men shu tashabbus bilan chiqdim. Kengashdagi 14 kishi qatnashgan kengashda Jahongir Muhammad ham qatnashdi. Biz aytdik, biz davom etamiz. Biz yengilganimiz yo'q. Inshaalloh biz yengilmaymiz. Biz haq tarafdamiz. Biz davom etamiz dedik va Asliddin Kamolni ustozim yo'q joyda Asliddin Kamol yo'q, Asliddin Kamol yo'q joyda Birlashgan O'zbek muxolifati yo'q. Bu tarqalib ketadi degan gapiga javoban biz buni xatolarini aytib, o'sha jamoa bilan ishlamasligini o'zi o'qib eshittirgan, kengash tasdiqlagan nizomga rioya qilmagani uchun, o'zboshimchalik bilan logo chiqargani uchun, xalq muloqot mavzusini o'zgartirgani uchun bu tanbehlarni berib, sen bularni to'g'rilaysanmi deganda, meni borim shu. Xohlasalaring men shuman, bo'lmasa men o'zgarmayman. Meni o'zgartirishga harakat qilmanglar. Xohlasang shuman, men o'zgarmayman. Men shunday tug'ilganman dedi. Biz bir ovozdan bunday rais yosh yigit bo'lib turib, o'zidan katta odamlarni, kengashni quloq solmagan odamni biz raislikdan ozod qilishga kelishdik. Shu ovoz shu hamma ovoziga qo'yib raisdan bo'shatamiz degan vaqtida menga qo'pollik qilib, sen menga bosim qilding. Bu tanqid emas, bosim. Sen raislikni xohlayapsan. Sen rais bo'lgin kelyapti deb meni sensirab chiqib ketdi. Bu birinchidan siyosatda odam bunaqa tajang bo'lmaydi. Siyosat yo'liga kirgan odam diplomatiyani bilish kerak. Kengashda ishlashni bilish kerak. Shunday qilib behurmatlik qilib chiqib ketdi. Biz buni qilgan nimasini mana kengashdagilar hammasi biladi. Bundan hech xohlagan odam gapirishi mumkin bu temada. Shunday qilib biz uni raislikdan bo'shatdik. Kengash 16 kishidan 16 kishidan 14 kishi qatnashib
vaqtinchalik Birlashgan O'zbek muxolifatiga vaqtinchalik rais vazifasini menga topshirdi. Men mana shu xalq bilan ochiq demokratik tamoyillarga asoslangan saylov bo'lgancha men raislikni qo'limdan kelganicha bajarib turaman. Biz 3 oyda e'lon qilamiz. Ro'yxatdan o'tgandan keyin o'zimizda yangi dasturimiz, yangi nizomimiz bilan xalqqa qo'yamiz va xalqning ichidan nomzodlarni taklif qilamiz. Nomzodlar xalqning ichidan chiqadi. Ochiq demokratik tamoyillarga asoslangan xalqning irodasi bilan kim rais bo'lsa shuni saylaymiz degan xulosaga keldik. Shunday qilib BUMni faoliyatida mana shunday nimalar bo'ldi. Bu muxolifat, birlashgan muxolifat, O'zbek birlashgan muxolifatini yo'li, g'oyasi bu xalqimiz farovonligi uchun, insonlarni mehnatiga yarasha haq olishi, konstitutsiya ishlashi va mamlakatimiz ham taraqqiy etgan davlatlar rivojlanishi uchun xizmat qilish uchun biz bu muxolifat tashkilotiga kirdik. Biz hech qachon chekinmaymiz, biz davom etamiz. Bu yerda hayot bu. Birovlar keladi, birovlar ketadi, kimdir olamdan o'tadi. Lekin biz bu g'oya, bu muqaddas g'oya, adolat, hurriyat g'oyasini hech qachon biz tashlamaymiz, tashlab ketmaymiz, tarqalmaymiz va biz davom etamiz. Mana shu meni gaplarim. Xo'p, Davom rahmat. etishlaringiz mumkin. Xo'p, Shoir opa, endi hozir siz aytganingizda menda bitta savol tug'ildi. 1 yilga sayladimi kengash sizni rais qilib yoki 3 oyda saylov e'lon qilamiz deyapsiz? 3 oyga sayladimi? Yo'q, meni kengash meni 1 oyga ham saylamadi, 3 oyga ham saylamadi. Menimcha shu boshida kelishganday 1 yillik raisdan keyin 1 yil bo'ladi. 1 yilda har yili rais qilamiz degan, buni xalq eshitgan. Menimcha shu 1 yilgacha men tursam, o'rta mana shunda kelasi kelayotgan yangi yilga biz saylov qilib, xalqning ichidan nomzodlar ko'rsatib saylov qilamiz. Buni menga kengashda aytmadi. Buni men o'zim aytdim. Men vaqtincha men xalqni eshitib, xalq bilan bo'lganda yaxshi ko'raman. U demokratik tamoyil shunday. Demokratiya ochiq bo'lish kerak. Zo'rdan zo'r hamisha chiqadi. Xalqning ichida tashkilotimizni ruxsatini ko'rsatib, biz o'zimizni dasturimizda, o'zimizni nizomimizda qilgandan keyin biz saylov e'lon qilamiz. O'sha saylovda nomzodlar chiqadi, u yerda ko'rsatiladi, qaysi nimalar kerak u yerda. Xalqimiz ichidan chiqadi, shunaqa yaxshi insonlarni bilaman, shunaqa mard yigitlarni bilaman. Amerikada ham bor, Kanadada ham bor, boshqa davlatlarda ham ko'p, Rossiyada bor shunday yaxshi bilimli, huquqni ham biladigan,
siyosatni ham biladigan mard, O'zbekning mard yigitlari chiqsin. Mana bellashsin. Agar kerak bo'lsa men o'zimni nomzodimni qo'ymayman. Yoshlar qilsin. Yoshlar qilsin. Mana ayol kishi bo'libdi, ayol kishiga men qarshiman degan yozibdi, birovlar menga tashlab berdi. Menga psixologik bosim o'tkazaman deb har xil yozganlarga men e'tibor bermayman. Chunki bu omonat. O'sha kengash menga, kengash xalqni ichidan chiqqan odamlar. O'shalar menga ishonib shu narsani berdimi? Men omonatni asrayman. Men omonatni xiyonat qilmaganim uchun 35 yildan beri men chet davlatlarda yashayman. Men siyosiy boshpana so'rab chiqmaganman. Men o'zimni faoliyatim bilan men investor bo'lib kelganman Kanadaga 15 yil oldin. Undan oldin men nimada arab davlatlarida yashaganman. Shuning uchun men demokratiya tarafdoriman. Men 16-15 yildan beri demokratik davlatda yashayman, demokratiya nimaligini bilaman. Biz demokratiya yo'lida borar ekanmiz, hamma narsa shaffof bo'lsin. Chunki mana shu oydinlar aytadi. Karimov siyosatiga siyosiy baho berilmadi deydi. Albatta har bir siyosiy harakat uchun baho berilish kerak. O odam o'ldimi, qoldimi, kasalmi yo boshqa narsami, siyosiy baho berilishi kerak. Bu demokratik davlatlarda normal. Bu muxolifat yo'q, hukumat bu xuddi tuzsiz ovqatday gap. Tuzsiz ovqat faqat ochko'zlar yeydi. Ochko'zlar yeydi. Ochdan o'lganlar Muxolifat yeydi. yo'q Yemaydi bo'lsa, boshqa. tuzsiz ovqat dedingiz. Xo'p, sizni ko'p vaqtingizni, asabingizni olgim yo'q. Ro'zani kunida yana. Oxirgi bitta savolim bor sizga. Registratsiya Kanadadan o'tish mumkin ekanmi? Registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tyaptimi yoki o'tdimi? Registratsiya mavzusida qanday ketyapti? Registratsiya mavzusi mana shu oxirgi xalq bilan muloqot bizda o'tgandan keyin biz Kanadadan o'tkazishga qaror qildik. Kanadadan o'tkazsak, ikkita odam Kanadadan odam bo'lishi kerak. Bitta odam raismi, kim bo'lishidan qat'iy nazar tashqarida bo'lsa ham bo'laveradi. O'shan uchinchi shaxs bo'ladi. Biz Kanadadan registratsiya qilishini aytib, biz hukumatga jo'natdik. Ular o'sha bizlar aytgan nimani qabul qildi, approve dedi. Endi prosesda boshlanadi. Kelasi hafta Chamber of Commerce deydi bu yerda. O'sha Chamber of Commerce o'zbekchasiga nima deydi? Chamber of Commerce o'sha palata chlenov kongressimi shunaqa. Ha, o'sha Chamber of Commerce'ga boramiz. Ana shu yerda hamma narsa o'tadi. Chunki bu agar bu bir kichik LLC bo'lsa, korporatsiya bo'lsa, masalan, premium nimasi bor, puli sal qimmat bo'ladi. O'sha pulni to'lasangiz, masalan, agar допустим LLC bo'lsa yo corporation bo'lsa, masalan, premium nimasi bor, premium qilsangiz, sal pulini ko'proq to'laysiz, 3 kun ichida beradi sizga. 3 kun ichida approve berib ketadi. Lekin bu inson huquqlari bilan bog'liq. Bu bir siyosiy tashkilot bo'lgani uchun bu yerda sal boshqacharoq inson huquqlarini nimasida, chunki bu non profit organization deydi. Bu boyagi o'zbekchasini notijoriy degani uchun bu narsani sal vaqt oladi. Lekin inshaalloh men bunaqa tashkilotlarni 7-8 tasini tuzganman. Bu inson huquqlari bilan emas, lekin bu tashkilot ulardan farqli o'laroq. Chunki men boshqa firmalarimni qilganimda ham, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, firmamni qilganimda ham, ikkita shirkatimda ham o'sha premium yo'lini olganman. 3 kunda tayyor bo'lgan. 3 kunda bo'lgan. Endi bu non-profit organization uchun odatda eng uzoq muddat necha kun ketadi? Bir hafta yo bir oy ketadimi? Uni kelasi hafta muloqotda aytaman.
Chunki hozir bizlar berdik, approve qildi. Bizlar bergan nimani. Endi bizdan nizom so'raladi, o'sha ustav so'raladi. Bizlarni faoliyatimizda nimalar qilishimiz mumkin, nimalar qilishimiz mumkin emas. O'sha narsalarni Chamber of Commerce ko'rgandan keyin, undan keyin ular tasdiqlab bersa, chunki Kanadada byurokratiya yo'q. Bu yerda byurokratiya yo'q. Juda jamiyat o'qimishli. Hamma narsa shaffof. Bular ko'rib chiqib hech kimga qarshilik qilmaydi. Chunki so'z erkinligi, fikr erkinligi bor. Bizda demokratiya, bizda diniy e'tiqod erkinligi. Hamma narsa. Endi Kanadada bilmadim, o'zbeklar qancha ko'p yashaydi. Menimcha o'zbeklar bilan nimam yo'q. Men yashaydigan joyda o'zbekni o'zi yo'q. Men shuncha yildan beri yashasam ham o'zbeklar jamoasiga borsam ham shu bir to'y ma'rakalarda Amerikaga borganimda nima qilaman, qatnashaman. Bunday o'zbeklar bilan bu yerda men aloqam yo'q, bilmayman. Lekin bu yerda o'qimishli jamiyat, bu yerda hamma narsa qonun aytganday bo'ladi. Biz qonunga rioya qilishimiz shart. Biz qonundan tashqari hech nima qila olmaymiz. Hech qanaqa tanish bilish, aka ukalik yo'q bu yerda. Navbatma-navbat. Navbatni kutish kerak. Navbat kelganda vaqt soatini aytadi. O'sha vaqt soatida aytgan vaqtida bular javobini beradi. Xo'p, Kelasi tamom. muloqotda men aytaman. Kelasi muloqotda xudo xohlasa yaxshi xabarlarni kutib qolamiz. Inshaalloh, Rahmat. inshaalloh. Bugun Xalqimiz ishtirok etib, qo'llab-quvvatlab tursin. bugun ishtirok etib, barcha savollarga menimcha tinglovchilar javob oldilar deb o'ylayman. Mabodo agar javob ololmagan, tug'ilgan boshqa bir savollaringiz bo'lsa, marhamat izohlarda yozishingiz mumkin. Shoira Hasanova, rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat. Xo'p, endi boshqa bir so'zga chiqaman degan qatnashuvchilar bo'lsa, qo'l ko'tarsangiz men mikrofoningizlarni ochaman. Bu yoqda YouTube'da parallel translyatsiya ketmoqda. Ularni bir qator ko'zdan kechiraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh barcha qatnashuvchilarga yana bir bor. Çünkü 3 etap getirip bir tane de sağlamlaştırışın. Diktator soxta muxolifatlar deb yozibdi bir kishi. Diktator soxta muxolifatlar degan jumla u oksimoron. Oppoq qop-qora yoki qop-qora oppoqlik degandaqa. Diktator odam muxolif bo'lmaydi. Diktator odam diktatorlarning yonida xizmatda bo'ladi. Muxolif odam bo'ladigan bo'lsa, u diktator bo'lmaydi. Aksincha, diktatorga qarshi adolat va to'g'rilik tarafdori bo'ladi. Xo'p, endi soxta muxolifatlar deganingiz u endi hammaga ma'lum gaplar. Buni biz ham aytib kelamiz. Shuning uchun konkret chiqish yo'lini izlanglar. Bu muxolifat yoki Birlashgan O'zbek muxolifati degan gap u birgina Shoira Hasanovani shaxsiy tomorqasi va xo'jaligi emas yoki meni daromad manbaim emas. Bu o'zbek xalqini tashvishini qilgan, g'amini tashigan, millat taqdiriga beparvo bo'lmagan har kimni ishi. Kimdir qaysidir jihatdan bir hissasini qo'shadi. Mana shu umumiy safarbarlikda bir ishtiroki bo'ladi. Shundagina vaziyat o'zgarishi mumkin. Nega? Chunki umumiy loqaydlik oqibatida mana shu ahvolga kelingan. Siyosat bu iflos ish. Bu muxolifat, bu soxta muxolifatlar, hech narsa o'zgarmaydi, hammasi anavilarning qo'lida, hammasi manavilarning qo'lida deya qo'l siltashizm deydi. Bobomurod Abdullaning bir atamasi bor. O'zbekona qo'l siltashizm. Qo'l siltash bilan maydon topshiriladi raqibga. Kurash maydoniga chiqqan odam maydonni hech qachon raqibga topshirmaslik kerak. Hech qachon. Bu eng katta haromlardan biri. Kurash maydonidagi halol va haromlar bormi? Eng katta haromlardan biri. Yolg'iz o'zi qolsa ham, yolg'iz o'zi qurbon bo'lib ketsa ham, peshonasidan otib olib mana dorga ossa ham tik turish kerak. Bir kishi ba'zan alohida minglagan lashkardan kuchli bo'ladi va g'olib bo'ladi. Tarixdagi eng buyuk qahramonlarimizni qarang. Son jihatdan ko'plashib haybarakalla bilan g'olib bo'lmagan hech biri. Yolg'iz o'zlari qarshi chiqqan
uni kechasi uydan olib ketib otaversa ham qaytmagan. Bugun ana shular qahramon. Ana shular qahramon. Tarixda mabodo o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, benim çağırıyor. Görüyor musun? Adam İsviçre Birliği'ne girmiş ve Oradaki 18 kağıt bin var. ülkeden çıkarmamışlar. Ev İsviçre sahibine şey, verilecek kağıt. Şveycarya seferi, konsolosluk şeyi, Ha, ben şu an meşgulüm. İtalya'dan Cumhurbaşkanı İlham Aliye var. Tamam, şu biz anda. bunu faturaya vereceğiz Sen diye. bir vatandaşın buraya girmiş. Ondan ülkede sonra görüyor. babam telefon açacak size. Oradan da konuşmalar Güzel. gerçekleştirilmiş. İlham Aliye çok Ana shular bugungi qahramonlar, jadidlar deysizmi yoki undan boshqa qahramonlar deysizmi? Yolg'iz o'zi qolsa ham qaytmaydi. Maydonni raqibga topshirmaslik kerak. Bu nafaqat bir kishining mag'lubiyati bo'ladi, balki g'oyani mag'lubiyati bo'ladi. Zulmga qarshi chiqish, masalan mana Yeterli. Bu da bana çekiyor. payg'ambarimiz alayhissalomning nevarasini Ha. misol qilib keltirishadi. 2015 yılında. Bu 2015. O İlhan Husayn ibn Ali ibn Ha. Abi Talibni Hmm. son jihatdan oz, Erman Ali'ye cevap veriyor kuch ya. jihatdan ham Bu adam oz, işte o. lekin bo'yin egmaydi. Uni bo'yin egdirishmoqchi bo'lishgan edi. Chunki kimsan Muhammadning nevarasi bo'yin egsa, uzurpatorlarga Çünkü ülke bütün ummat içerisindeki politik nedenli oldida qahramon, namuna, o'rnak yo'q degan, hamma avtomatik taslim bo'ladi degan, taslim bo'lmaydi va jon beradi. Va bugungacha eng katta shahidlarni eng oldida Çünkü kendi rızasıyla politik Hamza, kararlar Ali yapıyor. va Ama Husayn sen keladi. bunu çıkarıyorsan, bu tark etib ketilmasligi shart va farz bo'lgan kurash maydonlari bu. Xo'p, davom etamiz. To'g'ri tanqid bo'lgan deyapti. Mana insonlar baho beryapti. Muammolarning yechimi Qur'onda, zulmni ildizi esa uydirilgan dinda. Juda to'g'ri. Xo'p, asli dinni chaqiring, uni versiyasini eshitaylik. Asliddin bu Birlashgan O'zbek muxolifatidan alohida Uyg'on To'ron degan tashkilot tuzgan va o'sha joyda barcha savollarga javob beryaptilar. Bizning maqsadimiz turli odamlarning versiyalarini tinglash emas. Birlashgan O'zbek muxolifatida Asliddin Kamol degan raisni o'rniga Shoira Hasanova degan rais nega va qanaqasiga degan savollarga mana bugun bir chetdan javoblarni oldik. Bo'ldi. Bizga endi 3-chi yo 4-chi versiyalar kerak emas. Ikkinchi versiya, 3-chi versiya, 4-chi versiyalar bilan erk va birlik bugungacha janjallar bilan vaqtni boy berishdi. Muxolifat harakati, Karimov diktaturasiga qarshi kurash degan mavzular bir chetda qolib ketdi. Bir-biriga mag'zava to'kib kelishdi. U xato edi. Muxolifatni, umuman eng yangi tarixni tahlil qiluvchilar bu xatolarni ishora qilishlari kerak va bunga yo'l qo'ymaslikni, yo'lni axtarish kerak. Buni qilayotgan ishonavering hech kim yo'q. Hozir yangi shuni qo'zg'amoqchi bo'layotganlar bor. Buni bunga, uni bunga qayrasa o'z yog'iga qovurilaveradi. Bu yoqda biz istaganimizni davom ettiramiz degan yondoshim. U o'yinga kelib o'ynab qo'ymaslik kerak. Xo'p, Qur'onga chaqirish kerak debdi. Hech kim Allohchalik birlashtira olmaydi. Bular endi umumiy ritorik gaplar. Rais kerak emas, kollektiv boshqaruv bo'lishi kerak debdi onasi yana nima M4. Endi u sizning fikringiz. Men ham shu fikrdaman. Kollektiv boshqaruv ekanligini va hozir men kuzatib ko'rib kelayotganim bo'yicha biror bir qaror bir raisni shaxsiy qaror emas. Har bir qaror kengashda muhokama qilinyapti va kollektiv tarzda olinyapti. Bu boshqaruv, ya'ni kollektiv boshqaruvni ayni o'zi mana shunday bo'ladi. Xo'p, to'g'ri gapiryaptilar. Aslidan ham efir qilyapti. Ha, aslidan ham efir qilayotgan bo'lsa, biz endi uni chaqirib, uni versiyasini eshitish imkonimiz ham yo'q demak.
besh yildir muammoni yechimini boshqa yerdan axtaryapmiz. Yechimi Qur'onda. Endi yechimi Qur'onda, faqat uni bizni o'zbeklarni qanchasi undan xabari bor u, qanchasi u yechimga kelishga tayyor. Asliddin yashasin, qat'iyat va qaysarlik xarakterli odam o'ziga ishonadi. Mayli. Men qarshiligim yo'q hech kimga. Asliddinga ham yoki boshqa tark etdim deganlarga ham hech qarshiligim yo'q. Yetarki zulmga qarshi turaylik, zulmga qarshi tursinlar. Balki Birlashgan O'zbek muxolifati tarkibida emas, alohida faoliyat olib borsalar ham yaxshi. Zulmga qarshi faoliyat degan asosiy g'oyadan tashqarida bo'lmasa, u safdosh. Masofadagi safdosh bo'lsa ham baribir ham safdosh. Bu ayolmi yoki Arslonmi? Shunday ayol men ustozim bo'lsa edi, rahmat shu ayolga debdi bir kishi. Xo'p, qo'l ko'tarmoqchi bo'lganlar. Xo'p, qani kim bu yoqda qo'l ko'tarmoqchi bo'lganlar? Dilorom Ishoqova, marhamat. Dilorom Ishoqova, mikrofoningiz ochiq. Marhamat. Söz sizde. Eshitilyaptimi? Dilorom Ishoqova. Mikrofoningizni ochdim, lekin negadir gapirmayapsiz. Xo'p, bu yoqda izohlarni o'qishda davom etamiz. Agar musulmon kishi haqni gapirmasa, zulmga qarshi turmasa, bilingki uni iymonida shubha bor. Abu Hanifa. Siz etagini tutayotgan imomlar haqni gapiradimi, zulmga qarshi turadimi? Iymonni o'lchovi shu debdi. Bugun endi zulmga qarshi turgan imomni men ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Mani eshityapsizlarmi? Ha, endi eshitildi. Assalomu alaykum. Mikrofoningiz ochiq, marhamat. Assalomu alaykum. Men shoirani diqqat bilan tingladim. Shoira o'sha kunlarda bo'lgan voqeani hammasini birma-bir aytib berdi. Men yagona qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim shuki, shoira bir narsada juda haq. Birinchidan, har ikkala saylov ham, bu men nima uchun aytyapman? Mana shu saylov bo'lmadi, kim tayinladi, nima bo'ldi degan gaplar juda ko'payib ketdi. Mana shunga bir nuqta qo'yish uchun aytyapman. Asliddinni rais qilib saylanishi ham ovoz berish natijasida bo'ldi. Shoirani Asliddin ketgandan keyin uni raislikdan olinishi va shoirani rais etib tayinlanishi ham ovoz berish natijasida bo'ldi. Bu yerda hech kim o'z boshimchalik qilib, men shoirani rais qilib qo'yaman yoki shoira men rais bo'laman deb hech qanday hech kimga bosim o'tkazgani yo'q. Bu birinchi va eng muhimi ahamiyati yo'q. Asliddinmi, Jahongirmi, shoirami? Biz Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Oruç tutuyor mu ben? Gidiyor mu? Gidiyor. Bazen tutuyoruz, bazen tutamıyoruz. Böyle. Şu an iyi durumda değiliz. Durum biraz. Allah Böyle. kolaylık versin. Eyvallah. Kim gitti ya? Böyle şey için geliyorsun. Scan yapmak için. Yani o bitti mi? Aşağıda doldurmam gerekiyor. Yani nasıl gidiyor? İyi. Fena değil. İyi. Odanız falan üstü. Odamızda iyi. shaxslarga emas, shoir aytgandek, biz intilayotgan narsa g'oya ekanligini bilishimiz kerak edi. Tamam, teşekkür Va ederim. bu Tamam, quruq sağ ol. g'oya emas,
ana shu millatni haqiqiy bir mustaqil millatga aylantirishga harakat ekanligini anglashimiz kerak edi. Va har qanday shaxslar bu yerda hech qanday rol o'ynay olmasligini biz anglamaganmiz. Mana shu uchun ham bugun Birlashgan O'zbek muxolifatida u raisni ketib, bu raisni saylanishida bu oddiy bir narsa deb qarashimiz kerak va hech kimga o'zimizni oqlab yoki birovni qoralab nima qilish niyatimiz yo'q. Aslidan ham o'zini ishini qilsin, Jahongirga ham omad yor bo'lsin, chunki necha yillik bir muxolifat faoli. Uni boshidan o'tgan narsalarni men ko'zim bilan ko'rganman bu yerda. Shunday ekan, mana shu voqealar atrofida bo'layotgan har xil talqinlarni hammadan iltimos qilib so'rardim, to'xtatsak. Asliddin nima uchun ketganini o'zi biladi. Va shoirani biz ko'pchilik ovoz bilan sayladik. Ko'pchilik ovoz bilan. Biz demokratik jamiyat qurmoqchimiz. Biz hamisha bir narsani bilishimiz kerak. Hamisha har qanday muhim masalalar ovozga qo'yiladi. Oddiygina. Va shoira shu ovozga qo'yilishda shoira bir ovozdan rais etib tayinlandi. Men o'ylaymanki, bundan keyin mana shu o'zbek muxolifatidagi bo'layotgan kadrlar deb aytsam, o'zgarishlar haqida boshqa savollar bo'lmasa, chunki shoira buni aniq va tiniq hammasini voqealarni ketma-ketinligi bilan tushuntirib berdi. Rahmat. Boshqa savol bo'lmasa dedingiz, ammo menda bir savol bor. Raisni o'rinbosarligiga meni sayladinglar, Kamol Yo'ldoshni. Shuni ham ochiqlik berib o'tsangiz. O'zi nomzodini qo'ydimi? Yo'q, yo'q. Savollar bo'lishi mumkin-da, sen qayerdan paydo bo'lib qolding degan. Shunga ham Shunaqa iltimos savollar ham qilib bo'lishi mumkin. Shunday savollar bo'lsa, bilingki, bizni shoirani ham, sizni ham, meni ham eshitmasdan birdaniga kirib shu savolni bergan inson bo'ladi. Agar eshitganda edi, bu savol boshqa savolga o'rin qolmagan bo'lardi. Kamol Yo'ldoshni ham aynan nomzodi ko'rsatildi va ko'pchilik emas, hamma birdaniga ovoz berib Kamol Yo'ldoshni shoira Hasanga, ya'ni Birlashgan O'zbek muxolifati raisasiga yordamchi etib saylandi. Tayinlandi emas. O'rinbosar etib saylandi. Mana shu. Men tayinlandi degan so'zni yomon ko'rardim, negadir hozir. Lekin bu saylov bo'ldi. Shoira ham, Kamoldin ham saylovda o'z o'rinlarini egallashdi. O'rinbosarlik ham vaqtincha, keyingi saylovda boshqa nomzod ko'rsatilsa, men bajonidil hamdu sanolar aytib, bu yukdan forig' bo'lgan bo'lamiz. Rahmat, fikr bildirganingiz uchun. Menimcha hech qanday bir savol ochiq qolgan, haligi shubhalarga eshiklar ochilgan hech narsa qolmadi. Endi meni o'zimni xulosamni aytishim kerak. Meni xulosamni aytishim kerak. 55 daqiqa onlaynmiz, 5 daqiqa vaqtinglarni olaman, ko'p olmayman Ro'zani kunida. Hali aytganday, kurash maydonini tark etib bo'lmaydi, bir. Ikkinchi, mabodo agar insonlar bu tashkilotlarga kirishi yoki chiqishi sodir bo'ladigan bo'lsa, buni tabiiy jarayon deb qarash kerak. Mana Jahongir Muhammadni aytgan so'zida yo tarqataveringlar, yo boshqa nom bilan kurashni davom ettiringlar. Yoki bo'lmasa mana shu nomni o'zida davom ettiringlar, ko'ryapsizmi? Baribir ham davom ettiringlar degan nima bor-da? Muxolifni bir umri kurashda o'tgan odamni baribir ham kurashni davom ettirish istagi ko'proq. Yoshroq bo'lsaydim, balki o'zim ham davom ettirardim, sog'lig'im degan. Ya'ni to'g'ri yondashuv shu. Buni tark etib tashlab qo'ymaslik kerak bir. Chunki bunga xalqimiz ishonch bildirgan, umid bog'lagan. Bizni o'zbekni juda ko'p tarafidan aldashgan.
o'rislar kelib bolsheviklar aldagan jadidlarni, kommunistlar kelib o'zbek haligi millatini aldab kelgan, mustaqillik davrida Karimov aldab keldi, mustaqillik davrida muxolifat aldab keldi. Hammasi mazlum xalqni adolatga bo'lgan umidi, istagi, orzusi, sog'inchini manipulyatsiya qilib o'ynab kelishdi. Biz bu jinoyatni takrorlamasligimiz kerak. Biz xalqni oldida juda bir rasmiy yuridik jinoiy javobgarlik yozilmagan bo'lsa ham chiqib hisobotni berib borish kerak. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, xalq bilishi kerak. Agar shaffoflik bo'lmasa, ochiqlik bo'lmasa, unda turli talqinlar va turli mishmishlar va g'iybat va ig'volarni yo'l ochiladi. Unga yo'l ochmaslik kerak. Men masalan doim ana shu tarafdoriman. Shaffoflik va ochiqlikni. Bu yerdagi hurmat qilinishi kerak bo'lgan, yuz xotir qilinishi kerak bo'lgan yagona taraf oddiy o'zbek xalqi. To'g'ri, bu gaplar yoqmasligi mumkin. Asliddinning tarafdorlariga ham yoqmasligi mumkin. Jahongir Muhammadning tarafdorlariga ham yoqmasligi mumkin yoki yana kimlargadir yoqmasligi mumkin. Bizni asosiy maqsadimiz oddiy xalqni umidi, ishonchi va adolatga bo'lgan intilishi mana shu. Shu zadalanmasligi kerak, shu o'lmasligi kerak. Mana siz buni boshidan beri bo'lib kelganman deyapsiz. Ana shu eng boshidagi voqealarni men eslab qo'yaman ora-sira. Endi internetda muxolifat tarixidan sal ko'rganlarimni. 7 daqiqa. Bir paytlar maydonlarni to'ldirgan o'zbek xalqi hozir qochib yuribdi dunyo bo'yicha. Nima uchun? Chunki muxolifat, siyosiy kurash degan narsalarga ishonch o'ltirildi. Ana shu man sanlar bilan uni davom ettirmaslik kerak. Uni davom ettirmaslik kerak. Kurashda davom etamiz. Men oxirgi nimalarda sal xabarim bo'ldi. Shunday bo'lyapti, buni tarqatishiga erishyapti rejim bir amallab deya. Chunki nihoyatda katta qo'rquvga tushgan edi. Men kirib bir dastak nima deydi, qo'llov bir ikki og'iz so'z aytay degan maqsadda kirib aytdim. Biz bormiz, bunday qarab turish, tomosha ko'rib turish bo'lmaydi degan ma'noda kengashga taklif etishdi. Xo'p dedim. Rais o'rinbosarligini vazifasini menga yuklashdi. Undan qochish endi bo'lmaydi. Aytilgan so'z, otilgan o'q deganday undan qochishga endi bo'lmaydi. Xo'p dedim, endi bir yil buni oqlash kerak. Bu xalq ishonchini oqlash kerak. Lekin u bir kishini amalga oshirib juda qoyillatora oladigan ish emas. Meni boshqa ishlarim bo'lsa edi, o'zim erinmasdan asta-sekin olib ketavera oladigan. Bu unday ish emas. Bu ko'pchilik bilan kollektiv amalga oshiriladigan ish. Shuning uchun bu yerda endi ko'pchilikning kollektivni sa'y harakati zarur bo'ladi. Xo'p, 1 soatimiz to'ldi. Bu yerda qo'l ko'targanlardan kimni ochishim mumkin? Kimni ochishim mumkin? Men deyarli hech kimni tanimayman. Mana shu yerda mana birinchisi mashina ochaylik. Begzodovna, marhamat, mikrofoningiz ochiq. Bitta shu kishiga so'z beramiz. Va tugatamiz. Assalomu alaykum azizlar. Men shunchaki fikrimni aytib ketmoqchiman.
Chunki mana men ko'ryapman, bu yiqilmadi. Umid qilaman, shunday xalq bilan muloqotlar milliy an'anamizga aylanadi va bir kun kelib bu xalqimizni yorliqqa olib chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana yoshlarimizdan Bekzodovna fikri. Bu yoqda endi boshqa kishilar ham qo'l ko'tarishi ko'paydi. Men endi ularga ham mikrofon ochmasam bo'lmaydi. Najmiddin, mikrofoningiz ochiq. Offline bo'lib qoldingiz. Bir soatimiz to'ldi. Menimcha mavzu oydinlashdi. Nima uchun rais o'zgargani va bundan buyog'idagi faoliyatlar. Bundan buyog'idagi faoliyatlar rasmiy qaydga olinish, rasmiy status, ya'ni bu faoliyatni rasmiy status olishini kutilyapti. Bu olingandan keyin alohida e'lon qilinadi va shunga ko'ra faoliyat jiddiy ketadi. Endi men o'zimga topshirilgan qismi bo'yicha ba'zi fikrlarimni aytmoqchiman. Oldingi muxolif harakatlarni faoliyatini bir qiziqib o'rganib ko'rib, shuni ko'rdimki, ulardagi bir rahbar bilan kontora, Lubyanka, KGB deylik, kelisha oladigan bo'lsa, uni ostidagi qanchalik to'g'ri, samimiy, xolis insonlar bo'lsin bo'lmasin, hammasini harakati qurbon qilinadi. Men buni o'zim guvohi bo'lganman. Bunday bo'lmasligi uchun strukturani boshqacha qilish kerak. Ularda vertikal struktura edi, biz buni gorizontal struktura qilamiz. Alohida mustaqil bir-biridan xabari yo'q, umuman alohida mustaqil faoliyat guruhlari ishlaydi va bu butunlay boshqa joyda koordinatsiya qilinadi. U koordinatsiyani men ham qilmayman, boshqa ham qilmaydi. Sizlar bilmaysizlar kimlar koordinatsiya qilishini. Ana shunday shaklda yo'lga qo'yiladi. Bu bir. Undan tashqari ular bilan ishlaydigan guruhlar alohida ishlayveradi. Media faoliyati bo'ladi. Ichkariga va tashqariga yo'naltirilgan. Tashqariga yo'naltirilgani xalqaro qaror qabul qilish markazlari, minbarlariga xitob qilinadi. Masalan, sanksiyalar e'lon qilinishiga tashqaridagi muxolif faoliyat harakatlar juda katta ta'sir o'tkazgan. Bundan tashqari ichkaridagi auditoriyaga oddiy saylovchilar u saylanib olgan imkon va kuch egalariga alohida faoliyat yo'naltiriladi. Ularni qonunbuzarliklari yu jinoyatlari fosh qilib boriladi keng va ochiq tarzda. Xo'p, trollar armiyasini ishga tashlashadi. Men eng yaxshi ko'rganim ular trollar armiyasi. Men erkatoylarim. Ular bilan alohida bizni strategiyamiz bor. Ana shu olib boriladi. Xo'p, biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga, dialogga yaraganini men ko'rmaganman bugungacha. Na prezidenti, na biror uni yordamchisi, na vaziri, na deputati. Bizga tashlaganlari trollar fermasidagi turli jonzotlar. Ular bilan ancha qo'limiz pishib qoldi. Davom etamiz. Yangicha uslub bilan. Boshqa javob berishlarini men bilmayman.
qotilliklar sodir etishi mumkin. Buni qayerlatishadi? Uni ko'rganmiz. Ichkarida ham qo'l yetsa qamab yuborishadi yoki o'ldirib yuborishadi. Buni qayerlatishadi? Yoki killer yuboradi. Ana Turkiyada Abdulla Buxoriyni o'ldirib ketishdi. Shvetsiyada Obidxon Nazarovga suiqasd qilishdi, ammo o'ldirib ketisholmadi. Ushlandi, hammasi bo'yniga qo'yildi. Aynan SMBni yuborgan killeri bo'lib chiqdi. Bir umrga yotibdi mana zindonda. Buni qayerlatishadi? Ammo unga qo'rqadigan biz yo'q. G'oya o'rtada turadigan bo'lsa, bittasini o'ldiradigan bo'lsang, boshqasi chiqadi. Mana aytdik-ku, Husayn ibn Ali o'lganidan keyin bugungacha son minglagan Husaynlar chiqdi. Zulmga bo'yin egmasdan Husaynning ishini davom ettiradiganlar. Mana shunaqa. Shuning uchun bu ishni professional yo'lga qo'yish kerak deb qaror qildik. Men o'zim shuni to'g'ri qaror deb bilaman. Asta-sekin buni yo'lga qo'yib, ishni davom ettirib boraveramiz. Natija endi Xudoy taoloni beradigan natijasi bizni sa'y-harakatimizga bog'liq. Bizni sa'y-harakatimiz qanchalik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, natija ham Xudoy taolo tarafdan shunga yarasha natija bo'lib beriladi. Xo'p, shuning bilan sizlar bilan xayrlashaman. Bugungi mavzu ochiq bo'ldi. Bunga keyin davom ettirmaymiz, bu mavzuga qaytmaymiz. Yangi rais, o'sha yangi rais ro'yxatdan o'tgandan keyin yangi dastur va nizom e'lon qilinadi va faoliyat shunga ko'ra davom ettiriladi. Ishtirok etganingizlar uchun, ro'zani kunida vaqt ajratib tinglaganingiz uchun sizlarga rahmat. Keyingi hafta xalq bilan muloqot yana mana shu Telegram kanal orqali va yana Kamol Yo'ldosh YouTube kanali orqali